Mana nima uchun marketing bu reklama emas. Reklama bu vositachi xolos. Ko'pchilik mahsulotini taklifim deb o'ylaydi. Masalan, pizza bu taklif emas. Endi mijozingizni bilish har doimgidan ham muhimroq bo'lib qoldi. Mijozingizni bilmadingizmi, bo'ldi. Anaqa biznesda yurishingiz hojat yo'q. Zafar akadan so'rasangiz, kichkina butkasi bo'lgan, to'g'rimi? Butkasi hozir korzinka bo'lib ketib qolgan. Sizlarni xursand qiladigan yangilik bombosh. Maza qilib pul topadigan payt. Ana birinchisi xato emas, ikkinchisi xato deyiladi-ku. Mijozni saralamagandim. Luboy qurilish kasbida ishlab ketaverganmiz. Pul beryapti-ku deb. Marketologing sotuvchini orqasini kovlash kerak. Men senga odam olib kelib beraman, nimaga anaqa sotmayapsan deyish kerak. Sotuvchi marketolog orqasini kovlab yurish kerak. Nimaga sen menga yaxshi odam olib kelib bermayapsan va hokazo. O'ta go'zal narsa ekan. Buni endi juda kech tushunib yetdim, mashaqa. Juda ham go'zal narsa ekan. Mendan keyin bir yana 10 ta marketolog taklif qiladigan bo'lsanglar, 10 xil tavsiya beradi marketingga. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Menga ikkita katta mavzu berib qo'yishibdi-da. Marketing haqida ham bu butun boshli kursda bu. Shaxsiy rivojlanish ham xuddi shunaqa narsa. O'shanga o'yladim. Hozir eng aktualniy bo'lib turgan sfera bor. Digital marketing. Bu meni spetsializatsiyam. Agar xohlasanglar, shu bo'yicha gaplashamiz. Digital marketing bo'yicha 5 yil yo'q bir 7 yil umringlarni tejab beraman. Ketma-ketlikda roadmap chizib beraman. Bemalol o'rganaverasizlar. Ketma-ketlikda. Ikkinchisi bor, shaxsiy rivojlanish bo'yicha. Bu 30 kunlik detokslar bor-ku. Bilasizlar, 30 kun shakardan voz kechish, 30 kun uxlamaslik, 30 kun yana bir narsalar qilib ko'rish. Hammasi bir befoyda ekanligi haqida ham gaplashib ko'rsak bo'ladi. Manaqa muddatsiz detoks degan yo'lda yuraman. Juda ham zo'r ishlaydigan metod. Ikkalasi ham qiziq, ikkalasi ham anaqa umringlarni tejaydi. Qaysi birini xohlasanglar o'sha mavzu bo'yicha gaplashamiz, lekin aytganimdek bittasini tanlab olsa yaxshiroq menimcha. Kasb haqida ozgina tushuntirib bera qolaman unda. Chiroyliroq bo'ladi. Ikkinchisiga menimcha savol-javob shaklida ozgina to'xtalib o'tib ketamiz. Chunki u bo'yicha alohida bitta katta solo podkast qilmoqman. Zo'r chiqadi, umid qilamiz. Xohlagan kasb oladigan bo'lsanglar, biznes bo'lsin, kasb bo'lsin, hech kim anaqa ketma-ketlikda kirmaydi. Hamma qaysidir joyda kirib qoladi, yoki o'rtasidan kirib qoladi, yoki qatidandir kirib qoladi. Shunaqa qilib urilib turtilib yo'lini topib ketadi. Masalan, tadbirkorlikda ham xuddi shunaqa, to'g'rimi? Bilsanglar, shunaqa statistika bor o'zi. Masalan, biznes planlar qilib, hamdaqa boshlangan bizneslarning bir 99% o'xshamaydi. Aksariyat muvaffaqiyatli tadbirkorlardan so'raydigan bo'lsanglar, qanaqa boshlagansiz, anaqa bu sohaga qanaqa kirib qolgansiz? Bilmayman, uy qurdim, sotildi. Keyin yana bitta uy qurib ko'rdim, u ham sotildi, keyin kirib ketdim deydi. Yoki Zafar akadan so'rasangiz, kichkina butkasi bo'lgan, to'g'rimi? Butkasi hozir korzinka bo'lib ketib qolgan. Ya'ni u biznes planlar tuzib, bir narsalar qilib, bundan xulosa qilish mumkin. Biznes house da boshlanib, tizim bilan o'sadi. Ya'ni deyarli sizlar ko'rgan hamma muvaffaqiyatli kompaniyalar hammasi house da boshlangan. House degani hech kim bilmagan nima qilayotganini qilib ko'rgan. O'shaning uchun muvaffaqiyat orqasida juda ko'p faktorlar rol o'ynayar ekanda. To'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda, to'g'ri odam bilan tanishib qolish va hokazo. Kasb ham xuddi shunaqa narsa. Kasbda ham siz bilmaysiz, aynan bu kasbga ba'zida muhabbatingiz borligini, yo'qligini aksariyat holatlarda kirib qolasiz. Pul qiziqtirishi mumkin, kimdir qiziqtirishi mumkin va hokazo. Yoki qaysidir leksiyaga kirib qolgansizda bir nechta falla olyapsiz, bitta leksiyada o'tiribsiz, endi qarayapsiz, yaxshi tushunyapsiz, keyin siz rezultat qilsangiz ham yaxshi bo'lyapti va hokazo shu sohaga kirib ketdi. Menda ham shunaqa bo'lgan marketingda. Keyin bir kun o'tirib o'zimga savol berdim. Endi meni asosiy spetsializatsiyam digital marketing. Agar shu sohani qayta o'rganish imkoniyati bo'lganda, nima qanaqa yo'ldan o'tgan bo'lardim dedim. Juda qiyin savol ekan. Aslida o'zingizlarga ham bir savol berib ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, ketma-ketlikda qanaqa o'rgangan bo'lardim deb. Keyin o'zimni shogirdlarim uchalarga o'rgatdim, juda qiziq bo'ldi. O'shanga bugun ham shu mavzuni sizlar bilan ulashmoqchiman. Agar digital marketing sohasini noldan qadamma-qadam o'rganish mumkin bo'lganda, qanaqa bilimlar kerak bo'ladi va qanaqa roadmapda ketishimiz kerak bo'ladi. Men har qanaqa digital marketingga qiziqqan odamga shunaqa maslahat bilan boshlayman. Birinchi ikkiga bo'lib olamiz. Umumiy bilimlar bor marketing haqida, umumiy.
va texnik bilimlar bor. Texnik bilimlar bor. Juda ko'pchilik mana bu joydan boshlaydi. Texnik bilimlardan. To'g'rimi? Mana Reels bilan obunachi ko'paytirish, aytaylik, Facebookda target yoqish va hokazo. Mana shunaqa texnik bilimlar bilan boshlaydi va shu bilan qiziqib ketib qoladi. Keyin kirib ozgina ishlab ko'radi, o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa keyin sekin anaqa IT qilib ko'radi. U ham o'xshamasa keyin buni ham shaxmat o'ynab ko'radi, boks qilib ko'radi, bir balo qilib ko'radi. To'g'rimi? Va hokazo. Kamdan kam odam umumiy bilim bilan boshlaydi. Chunki o'ylashadi, umumiy bilim zerikarli deb o'ylaydi. O'zi aslida juda ko'p narsani umumiy bilim hal qiladi. Agar umumiy bilim sizni qiziqtira olmaydigan bo'lsa, texnik bilim ozgina qiziqtiradi, lekin undan keyin anaqa pul topa olmasangiz yoki boshqa narsa qila olmasangiz qolib ketasiz. O'shaning uchun ham xohlagan endi biz qurilish bilan ishlaymiz. Binoni fundamenti qiziqroq nimadan ko'ra, fasadidan ko'ra. Fundament qancha baquvvat bo'ladigan bo'lsa, u binoni uzoq turishiga kafolat beradigan narsa. Umumiy bilim shunaqa fundament hisoblanadi birinchi. Umumiy bilim bilan boshlaysizlar. Birinchi har qanaqa digital marketolog bo'lsin, targetolog bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi bilish kerak bo'lgan narsa bu, men ko'p joyda qaytarganman, marketing nima degan savolga aniq javob olinglar. Marketing nima o'zi? Nima bu soha o'zi nima qiladi? Nima bilan shug'ullanadi? Bu bo'yicha juda ko'p kitoblar bor. Ba'zi professorlar ham hayron qolaman, yaxshi tushuntirish olmaydi marketingni. O'shanga birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa marketing nima? Shu savolni sizlarga bermoqchiman. Bugun sizlar bilan keling marketing o'zbekchaga tarjima qilib ko'ramiz. Bu o'zi kesim bilasizlar? Market bilan ing ni qo'shilgani. O'zbek tilida market nima? Bozor. Ing bir narsa qilish. To'g'rimi? Bajarish, harakat. Bozorlash desak, bozorlashtirish desak, menimcha anaqa marketing o'zbekcha tarjimasi bo'ladi. Ko'pchilik unaqa tarjima qilmaydi. Endi boyagi tavsifda men to'xtaganman, juda ko'p tavsif. Masalan, hozir mendan keyin bir yana 10 ta marketolog taklif qiladigan bo'lsanglar, 10 xil tavsif beradi marketingga. Ya'ni qanaqadir shunaqa bir egiluvchi soha bitta tavsifga to'xtashmagan. Lekin men eng yoqtirgan tavsif shu bo'lganki, marketingga berilgan, bu Seth Godin tomonidan berilgan tavsif. Marketing bu bir yoki bir necha guruh insonlarni muammosini yechishga qaratilgan harakatga etiladi. Ya'ni o'shaning uchun ham tadbirkor biznesidagi birinchi marketolog hisoblanadi. Tadbirkor bir yoki bir necha guruh insonlardagi muammoni aniqladi va unga yechim berishga harakat qilyapti. Mana shu harakatini o'zi marketing. Ya'ni o'sha unda yechim borligini endi bildirish bu texnik anaqa bilim talab qiladigan narsalar xolos. O'sha reklama qilish va hokazo. Mana nima uchun marketing bu reklama emas? Reklama bu vositachi xolos. Bu to'laqonli marketing emas. O'shaning uchun agar qiziqsanglar, menimcha o'zbek tiliga tarjima qilingan kitob ikkitasi menimcha birinchisi yaxshi tarjima qilinganmi yo'qmi bilmayman. Menimcha ko'pchilik ingliz tilini bilasizlar. This is marketing degan kitob bor. Ya'ni buni marketing deydilar deb tarjima qilishgan o'zbek tiliga. O'zbekchasini o'qimaganman, o'shaning uchun bir fikr bildira olmayman, o'qib ko'ringlar. Ikkinchisi yaxshi tarjima qilingan Bektosh aka degan bir nimamiz bor, ustozimiz bor. Bir varaqli marketing reja degan. Juda ham ajoyib kitob. Menimcha ancha anaqa sotildi. Juda ko'p maqtayman u kitobni, chunki o'zim baraka topganman. Ancha soddalashtirib, osonroq, hazm qilishga osonroq qilib tushuntirib berilgan. Okay. Ikkinchisi marketingni bilib olganingizdan keyingi bilishingiz, o'zi buni umumiy tushunchani bilib olinglar. Undan keyin asosiy bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu bunaqa yozib. Maqsadli mijoz. Maqsadli mijoz haqida eshitganmisizlar? Biz kanal ham ochganmiz maqsadli mijoz degan. Biznesdagi eng anaqa nima deydi, muhim bilishingiz kerak bo'lgan narsa kim? Kim uchunmiz biz? Masalan, Apple ham boshlagan paytda hamma uchun bo'lmagan.
Va ko'p tadbirkorlar bilan, ko'p anaqalar bilan gaplashingiz, aynan shunaqa oddiy savolga javob berisha olmaydi. Biza kim uchunmiz o'zi bozorda? Hamma uchunmiz deya olmaysiz. Hamma uchun bo'ladigan bo'lsangiz, o'zi hamma uchun teng hech kim. Anaqa hech kim uchunsiz degani. Va bunaqa boshlash juda qiyin. O'shaning uchun maqsadli mijozni aniqlab olish eng muhim narsalardan. Yani kim degan savolga javob berishingiz muhim. O'shaning uchun marketingni boshlayotgan paytingizda maqsadli mijoz, o'shaning uchun hozir Kazdev degan narsa juda anaqa ommalashib ketdi. Nimaga ommalashib ketdi deydigan bo'lsanglar, raqobat boshlandi bozorda. Endi mijozingizni bilish har doimgidan ham muhimroq bo'lib qoldi. Mijozingizni bilmadingizmi, bo'ldi. Anaqa biznesda yurishingiz hojat yo'q. Ya'ni kim uchunligingizni bilmayapsizmi, bo'ldi. Kerak emas. Oldinlari mahsulotni olib keldingiz, bo'ldi, sotilaverardi. Chunki bozor bo'sh edi, talab katta edi, taklif kam edi. Talab katta, taklif kam bozorda unaqa maqsadli mijozingizni bilib olishingiz ham shart emas. Odatda, agar yangi nima qilmasa. Keyingisi bu mahsulot va taklif o'rtasidagi tafovut. Mahsulot versus taklif. Kim menga bitta misol keltirib bera oladi? Bitta mahsulot aytinglar-da, bitta taklif aytinglar menga. Ko'pchilik mahsulotini taklifim deb o'ylaydi. Masalan, pizza bu taklif emas. Siz bozorga taklif bermaysiz, bozorga mahsulot beryapsiz. Marketing xizmati bu taklif emas. Bu servis. Boshqacha qilib aytganda mahsulot. Taklif nima? Masalan, ko'p misol keltiraman, Bellissimo pizza to'g'rimi? 40 daqiqada yoki 35 daqiqada yetkazib beramiz yoki pizza bepul. Bu taklif. Lekin eng qizig'i ikkalasi bir-biriga juda anaqa bog'liq. Ya'ni taklif doim mahsulot ustida quriladi. Ya'ni bitta mahsulotingiz bo'lishi kerak, shuni ustida siz taklif bera olasiz. Masalan, Bellissimo pizza holatini oladigan bo'lsak, pizzasi bor, uni mahsuloti bor. U o'zidan o'zi ana 45 minutda yetkazib beramiz, bo'lmasa tekin. Siz nima deysiz-ku? To'g'rimi? Pizza deydi keyin. Ya'ni bir mahsuloti bor, o'shaning ustiga taklif qiladi. Endi boyagi bozorga qaytadigan bo'lsak, bo'sh bozorga qaytadigan bo'lsak, mahsulot ham taklif sifatida xizmat qilishi mumkin. Agar bozor bo'sh bo'lsa. Pizzeriyalarni oladigan bo'lsak, birinchi bozorga qaysi pizza kirib kelgan, bilasizmi? Masalan, Dodo pizza deylik. Endi aniq bo'lish shart emas, u faktlar bilan tekshirib olinglar, men yolg'onchi bo'lib qolmayman. Masalan, bitta pizza kirib keldi. U kirib kelgan paytda u xohlasa 2 soatda yetkazib beradi. Umuman taklif qilishi ham shart emas. Bizda pizza bor, yeginglar kelsa kelinglar deydi, bo'ldi. Bu holatda, bu bozorda mahsulot ham taklif o'rnini ham hisoblayapti. Lekin hozir O'zbekistonda rivojlanish ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, u har bitta sferada, u xoh qurilish bo'lsin, u xoh yegulik bo'lsin, ta'lim bo'lsin, umuman farqi yo'q, to'g'rimi? Universitet bo'lsin, umuman farqi yo'q. Endi universitetga qo'shilib, universitetda taklifi ham bo'lishi kerak. Busiz, ya'ni taklifsiz anaqa yo'q. Nima deydi? Raqobatbardosh bo'la olmaydi biznes. Hayron bo'lishinglar mumkin, digital marketingga shuncha bilim kerakmi deb. Kerak. Bu anaqa fundamental bilim hisoblanadi. Mana shu fundamental bilimni anaqa o'zingizlar tushunib olmaydigan bo'lsanglar, keyin digital marketingga o'tishingizga uni foydasi yo'q, chunki hammasi fundament ustida quriladi. Okay? Mana shu 3 ta narsa bilan boshlaylik. Mana shu 3 ta narsani tushunib olinglar. Endi hozir chunki men o'zi taklif bo'yicha alohida dars qilganman, 2 soatlik nimada, katta dars. Uni hozir tushuntiradigan bo'lsam 2 soat o'tib ketadi-da. O'shanga men aniq fundamental oddiy nimalarni tushuntirib berib ketaman. Taklif yaratish bo'yicha formula ishlab chiqqanman, boshqa narsa va hokazo hamma narsani anaqa tushuntirib bergan videolarim bor. Endi mana shu ikkalasini doim anaqa birorta biznesga boradigan bo'lsanglar, xo'p, mahsulotimiz bor ekan. Buni ustiga qanaqa taklif qura olamiz? Mana shu taklifingiz xaridorlaringiz o'rtasida o'sha gap so'zga sababchi bo'ladi, mahsulotingiz emas. Chunki mahsulot bundan keyin bilinglar, shunchalar
osonlashib boraveradiki, ya'ni bitta mahsulot chiqarish, masalan, shokolad chiqarishingiz u sizni anaqangiz taklifingiz bo'la olmaydi bundan keyin. Chunki juda oddiylashib ketyapti. Informatsiya ham xuddi shunaqa. Bundan keyin ustiga doim taklif bilan chiqishingiz kerak. Endi asosiy qaymoqli joyiga o'tamiz. Digital marketingni ketma-ketlikda o'rganish bo'yicha. Bu birinchi eng katta qo'yishingiz kerak bo'lgan qadam. Mana shu bo'yicha o'rganasiz, ozgina kitoblar o'qiysiz, leksiyalar ko'rasiz, fundamental tushunib olasiz. Mana shu o'zida taxminan hal bo'ladi. Bu soha o'zi siz uchunmi yoki yo'qmi? Yuragingiz jiz etadi. Jiz etmasa nima qilmaganingiz ma'qul. Boksyor ham birinchi nimaga jimga kirganda bitta ursa o'zi sezadi-ku. Mishokka bitta urgan paytda mendan chiqsa kerak boksyor deydi yoki bundoq qarab turman chiqsa kerak deydi-ku. Yaxshi chiqadi sizda. Mana shunda ham xuddi shunaqa. Ya'ni o'qigan paytingizda bundoq qaraysizda, qiziq ekan davom ettirsam bo'ladi deysiz. Endi juda ko'p yo'llari bor, har xil marketing turlari bor. U marketing turlari haqida keyin bemalol gaplashib olaveramiz. Digital marketing bo'yicha. Qaranglar. Digital marketingni men osonlashtirishga harakat qilganman. 3 ta qadam bilan o'rgansangiz bo'ladi. Va birinchi qadamni ko'pchilik gapirmaydi va digital marketologga bu narsa kerak emas deb o'ylaydi. Bu meni hayron qoldiradi. Tasavvur qiling, kiyim do'koningiz bor. Kiyim sotmoqchisiz. Qayerdandir. Birinchi nima qilasiz? Do'kon ochasiz, to'g'rimi? Qanaqadir bitta magazin yoki butik ochasiz. Shunaqa? Yoki onlayn magazin ochasiz. Javob nimadir ochasiz, to'g'rimi? Qanaqadir joy bo'ladi, o'sha kiyimingizni ko'rsatishingiz kerak. Biznes ham xuddi shunaqa. Digital dunyoda kompaniyani uyi bo'lish kerak. Boshqacha qilib aytganda veb-sayt. Ko'p marketologlar hayron qoldiradi, u aytishnik kishi deydi. Aytishnik kishi qilib berish. Lekin marketolog kishi tushunish. Ya'ni xaridor masalan bitta kompaniya haqida eshitdimi, veb-saytga kiradi yoki qayerdandir siz haqingizda informatsiya oladi. Ijtimoiy tarmoqlar sizning uyingiz emas. Sizdan chiqmasin. Ijtimoiy tarmoqlar bu kontent joylaydigan joy xolos. Veb-saytda aynan siz haqingizda o'sha informatsiya beradigan joy. Ya'ni marketolog birinchi tushunish kerak bo'lgan, digital marketolog birinchi tushunishi, ya'ni ilmiy ko'nikmasini oshirish kerak bo'lgan joy bu ana shu do'konni filosofiyasini. Ya'ni nima uchun bu bo'ladi, qanaqa ketma-ketlikda bo'ladi, nima uchun bu informatsiyani birinchi qo'yishimiz kerak. Ya'ni xaridor kirganda sizni biznesingiz haqida to'liq informatsiya olib chiqib ketish kerak. Ba'zi hayron qoldiradi, katta qurilish kompaniyalarining veb-sayti yo'q. Ular o'ylaydi, hozir Instagramga reels qo'ysam, mana shu meni veb-saytim deydi. Xaridor so'rasa, qayerdan ma'lumot olsam bo'ladi desa, Instagramga kiring deydi. Tushunasizmi? Eng qo'pol qilinadigan xatolar. Instagramga kiring, u Instagramga kirsa kimdir o'yinga tushayotgan bo'ladi yoki umuman aloqasi yo'q videolar qo'yib qo'yishgan bo'ladi. O'zi haqida videolar pastayotgan bo'ladi, qayerdadir chang bosib. Veb-saytingizda unaqa narsa bo'lmaydi. Veb-saytingizda siz xohlagan anaqani qo'yasiz, o'sha bo'yicha informatsiyani qo'yib qo'yasiz. Endi veb-saytga ikki xil yondashish mumkin. Digital marketolog. Birinchisi qiyin deyman, ikkinchisi osonroq deyman. Qiyin yo'li bu, endi o'zingiz qiziqsangiz albatta, bu aynan foydasi juda ham katta. Kod yozish orqali har xil tillar bor. O'sha PHP deb qo'yishadi, Java deb qo'yishadi, shunaqa tillarni o'rgangan holatda veb-sayt yozish, terib chiqish. Ikkinchisi, men ko'pchilikka tavsiya qilaman, CMS degan anga qaratyapti. CMS degan Content Management Systems. Bu WordPress bor, Webflow bor, mana shunaqa tayyor. Siz nima qilasiz? Kirasizda, unda terib chiqasiz xolos. Hech qanaqa kod yozish shart emas, boshqa narsa qilishingiz tayyor yozib chiqasiz. Terib chiqasiz veb-saytingizni. Bu bo'yicha masalan YouTube ga kiradigan bo'lsangiz videolar tiqilyapti. Masalan WordPressda qanaqa veb-sayt yasasa bo'ladi yoki Webflowda qanaqa veb-sayt yasasa bo'ladi bilib olsangiz, oddiy birinchi ishingizni prosta bitta o'zingiz uchun veb-sayt yasash bilan boshlab ko'ring. Bitta biznesni tasavvur qilib olasiz. O'sha biznesga o'zingiz veb-sayt yasab ko'rasiz. Qo'lingiz bilan. Va digital marketolog buni qilishi shart. O'zi uchun. Keyinchalik o'sha aytishnik bilan gaplashayotgan paytda nima xohlayotganini bilish uchun va o'zi bu umumiy sistema qanaqa ishlaydi. O'sha paytda mana shuni qilish jarayonida siz nimalarni o'rganasiz desangiz, o'zi digital dunyo qanaqa ishlaydi, domain nima,
hosting nima, server nima, mana shunaqa oddiy fundamental narsalarni tushunib olasiz. Ya'ni qanaqa qilib bitta domenni registratsiya qilsa bo'ladi, masalan meraki.uz qayerdan registratsiya qilsa bo'ladi, veb saytimni qayerda qursam bo'ladi, bo'ladi-ku, server nima degan narsalarni hamma oddiy elementar savollarga javob ola olasiz. Va bu sizni birinchi o'sha ishingiz bo'ladi. Endi bitta biznesingizni tasavvur qilgandan keyin yoshligingizda bir orzu qilib qo'ygan birorta biznesingiz bo'ladigan bo'lsa, просто veb sayt qurib ko'ring. O'sha bo'yicha. Okay? Endi do'kon ochdik, kiyim do'koni. Keyingi etap nima? Bozoringizni do'kon ochgungacha aniqlamagan bo'lsangiz, do'kon ochib olib aniqlamang bozor. Boya men bitta qolib ketdi takliflar. Boya aytaman, taklifingiz bo'lmasdan, boshqa mahsulotingiz bo'lmasdan do'kon ochmaysiz, to'g'rimi? Просто ochib, kiyim tiqqaningizdan keyin kim ekan meni mijozim demaysiz, to'g'rimi? Unaqa demaysiz hech qachon. Birinchi mahsulotingiz bo'ladi, taklifingiz bo'ladi, keyin kirasiz. Boya kim reklama dedinglar? Boshqacha qilib aytganda do'konga odam olib kelish. To'g'rimi? U do'kon ochib qo'yganingiz bilan bu yoqqa odam kelmasa, u do'kon bir tiyinli do'kon bo'ladi. Foydasi yo'q-ku. Digital dunyoda buni nima deydi? Trafik deydi. To'g'rimi? Trafikning onlayn versiyasi. Trafikning offlayn versiyasi bu kimdir yurib keladi. Anaqa do'koningizni ochib ishlayapsizlarmi deb. To'g'rimi? Unaqa demaslik kerak o'zi, kirib kelish kerak-ku. Boshqacha qilib aytganda, keyingi bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu trafik bo'ladi. Trafikning necha xil yo'li bor? O'zi hammasini umumiylashtirsak, ikki xil uslubi bor. Yo'q, nimaga veb saytingizga offlayn uslubi yo'q-ku? Yurib kelib qolmaydi-ku veb saytingizga. Bu ham kiradi. Hammasini umumiylashtiradigan bo'lsak, ikki xil uslubi bor. Biri pullik, ikkinchisi organik. Organik tagiga boyaga aytgan hamma narsangiz kirib ketadi, pulning tagiga boyaga aytgan narsangiz hamma narsani mana shu umumiylashtirib olsak bo'ladi. To'g'rimi? Endi do'koningizni ochib olganingizdan keyin keyingi anaqa o'rganishingiz kerak bo'lgan bu bazaviy narsa. Bundan keyin anaqa takomillashtirib ketsangiz bo'laveradi. Ikki xil yo'li bor. Bittasi boya aytganimdek pullik, ikkinchisi organik. Men o'zimni anaqalarimga, shogirdlarimga aytayotgan paytimda tushuntiraman. Ikkalasidan bittadan yo'lni tushunib olsang yetadi deyman. Hammasini tushunishing shart emas deyman. Bittasi, farqi yo'q. Masalan, pullik bo'ladigan bo'lsa, juda ko'pchilik yoqadigan bu target. To'g'rimi? Agar senga target yoqsa, bo'ldi. O'sha bitta kanalni tanlab ol, bu Instagram bo'lishi mumkin, bu aytaylik Google bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Farqi yo'q. Qaysi senga yoqsa, bitta yo'lini tanlab ol. Masalan, bu holatda aytaylik meta reklamalar sizlarga yoqyapti. Bo'ldi. Mashina o'rgangan yetadi. Nimaga bitta? Chunki siz pullik reklamalar orqali trafik jalb qilishni bilsangiz, o'zi juda ko'p platformalarning anaqasi, logikasi bir xil. Hammasi bir xil ishlaydi. Masalan, LinkedInda reklama yoqsangiz ham, aytaylik u Instagramda yoqsangiz ham, Facebookda yoqsangiz ham, Twitterda yoqsangiz ham, aytaylik VKontakte'da yoqsangiz ham, hammasini filosofiyasi bir xil. Bitta, masalan, metani tushunib oladigan bo'lsangiz, men ko'pchilik aytaman, meta bilan boshlaylar deyman, chunki meta ancha yildan beri bor, birinchilardan hisoblanadi va ancha takomillashtirilgan anaqasi bor, sistemasi bor. Metanikini tushunib oladigan bo'lsangiz, masalan, keyinchalik LinkedInga o'tadigan bo'lsangiz, juda oddiy. Oson tushunib ketaverasiz, oson o'rganib ketaverasiz. Lekin hammasini birdaniga boshlasangiz chalg'ib qolasiz. O'shanga bitta bilan boshlaysiz, trafik olib kelishi, bitta yo'lini o'rganib olasiz, bo'ldi, yetadi. Ikkinchisi organik. Organikda ham juda ko'p yo'llar bor. Masalan, bittasi SEO deb qo'yamiz. Search Engine Optimization deb qo'yamiz. Bu nima desangiz, kimdir Google ga kirib yoki aytaylik qidiruv platformalariga kirib, masalan, Murad Buildings deb yozsa yoki to'rxonali uy deb yozgan paytda birinchi bo'lib veb saytingiz aniq organik chiqib kelishi SEO deyiladi. To'g'rimi? Bu siz o'sha veb saytingizga organik jalb qilish yoki content marketing deb qo'yamiz biz. O'sha hozir juda ko'p tarqalgan, aytaylik har xil videolar orqali o'zingizni anaqa auditoriyangizni jalb qilish veb saytingizga. Farqi yo'q. Qaysi biri sizga ma'qul keladigan bo'lsa, bittasini o'rganing. Men ko'pincha aytaman, content marketing o'rganinglar deyman. Content marketing bu aytaylik foydali postlar orqali yoki foydali kontentlar orqali mana bu joyga do'konga odamni jalb qilish. Ya'ni trafik olib kelish. Okay? Mana shunga yozib qo'yaman o'shanga content marketing deb. Do'kon ochdik. Mahsulot
maqsadli mijozimizni aniqladik, marketingni tushundik, taklifimiz bor, do'kon ochdik, mahsulot bilan to'ldirdik, trafik olib keldik. Endichi, takomillashtirish uchun nima kerak bo'ladi? Tahlil qilish. Digital dunyoda buni analitika deyiladi. Zo'r. Do'kon ochib, zo'r veb-sayt qilib qo'ydingiz. Yaxshi, trafik kelyapti. Men bu anaqa metaga pulni shaqillatib ishlatayotibsiz. Minglab odam kirib kelyapti. Zo'r. Organikada kontentlarni qo'yayotibsiz, kelyapti trafik. Yomon emas. Endi uni tahlil qilishimiz kerak. Kim kelyapti bu yoqqa? Endi tasavvur qiling, erkaklar kiyim do'koningiz borda, va sizni auditoriyangiz masalan kuyov bolalar. Lekin qanaqa, nima deydi? Sportivniy kiyim so'rab kelishyapti. Demak, qayerdadir noto'g'ri ketgansiz. Yoki ayollar kirib kelyapti ko'proq. Kuyov bolalar uchun kostyum shuni. Va hokazo. Tushundinglar nima demoqchiligimni. Ya'ni veb-saytga o'zi siz xohlagan boyagi manba odam kirib kelyaptimi yoki yo'qmi? Sizning maqsadli mijozingiz bor edi. To'g'rimi? O'zimning biznesimdan qiyos keltiraman. Menga qo'ng'iroq bo'lgan paytda masalan kuniga 10 ta qo'ng'iroq bo'ladigan bo'lsa, agar shundan 8 tasi meni faqat qurilish bilan, faqat turar joy majmualariga marketing xizmat ko'rsatishimni bilmasa, demak qayerdadir xato ketdi. Marketologimiz bilan sal jiddiyroq gaplashamiz. Chunki noto'g'ri demak qayerdadir o'zimni pozitsiya qilganman. Menga masalan telefon qilib, o'quv markazimiz bor edi, shuni aniq marketingni qilib bera olasizlarmi desa, va shundan har xil industriyalar, qurilishdan emasda, ikkita qurilish chiqyapti desa, qolgan 8 tasi umuman boshqa industriya bo'ladigan bo'lsa, demak noto'g'ri ketgan qayerdadir. Vot. O'shandan siz analiz qilib olishingiz mumkin va oxirgi o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa bu tahlil bo'ladi. Qanaqa so'radi? Digital marketing o'rganib, ana doska ishlashni bilmayman. Mana tahlil. Digital dunyoda tahlilni qanaqa juda ko'p platformalar bor, tahlil qilib beradigan. Boyagi mana bu aytayotgan platformalarning o'zini tahliliy joylari bor, analitika qismi bor. Lekin ko'pini jamlagan joy bu Google Analytica, tekini. Eshitganmisiz Google Analytica haqida? Vot, Google Analyticani o'rganasizlar keyingisi. Bo'ldi. Mana shu digital marketing ketma-ketlikda. Mana shuni ketma-ketlikda o'rganadigan bo'lsangiz bo'ldi. Bozorga mashina yetishmayapti. Bor, mana bunaqa trafik jalb qilib beradiganlar, mamini qilib beradiganlar yoki mamini qilib beradiganlar yoki qaysidir tahlil qilib beradigan bozorda yo'q hozir. U tahlilga hali o'tishimizga ancha bor. U eng qiyin tanaqa topish mumkin bo'lgan odamlar hozir data analitiklar. Boshqacha qilib aytganda, polniy datangizni qaraydi, o'shandan xulosa qilib beradi sizga. Yaxshi yoki yomon yoki mana buni o'stirsa bo'ladi, mana buni qilsa bo'ladi degan. Va hokazo. Endi bozorda digital marketing deganda mana shu shaxs tushuniladi. Mana shu 3 ta ko'nikmaga ega shaxs. Agar hozir aytaman, mana hozir bozorni mana biz juda ko'p marketolog oddiy yosh bolalar bilan ham gaplashamiz. Qaysidir joydan bir shingildan bor, qaysidir joydan. Lekin hammasini tushunadigan odam yo'q. Boshqacha qilib aytganda zanjir ulab beradigan odam yo'q. Masalan, digital marketolog qidirdik, mana oddiy misol, maqsadli mijoz degan kanalimiz bor. U yerda 8000 dan ortiqroq, 9000 ga yaqin marketolog o'tiradi. Har xil turdagi marketologlar. Qiziqishki, mana shu pozitsiyaga men e'lon berdim. 2 ta odam topshirdi. 2 ta. Eng qizig'i ikkalasi ham to'g'ri kelmaydi. 2 ta odam topshirdi. Mana shunaqa holat bozor. Ya'ni sizlarni xursand qiladigan yangilik bombosh. Maza qilib pul topadigan payt. Ya'ni hali ham uyg'onmagan, uxlayotibdi hamma. Chiqib olib, mana reels qo'yib beraman, millionta prosmotr qilib beraman deb yurgan paytda,
agar O'zbekistonda davlat to'ntarilishi, bir siyosiy bir narsa, urush, bir narsa bo'lmasa iqtisodiyot rivojlanishda davom etaveradi. Iqtisod rivojlangani sari raqobat oshib boraveradi. Raqobat oshib borgandan keyin mutaxassisga anaqa talab ham oshib boraveradi. Hozir hamma anaqa Instagram bilan anaqa olamlar uchib yurgan paytida, o'sha paytda zo'r imkoniyat, tez anaqa mana bu ko'nikmalaringizni shakllantirib olasiz, bo'ldi. U yog'iga boya aytganimdek, har bittasi bo'yicha bilimingizni anaqa takomillashtirib ketaverasiz. Masalan, hozir aytaylik, siz digital marketolog sifatida faqat Meta platformasini tushunsangiz, keyingi qadam Twitterni tushunib ko'ring, LinkedInni tushunib ko'ring, undan keyin Google'ga o'ting, Yandexga o'ting va hokazo. Qancha o'tganingiz sari va qancha ko'p platformalarni tushunganingiz sari shuncha anaqiz oshib boraveradi. Aytaylik, pozitsiyangiz oshib boraveradi. Bo'ldi. Endi digital marketolog kompaniyada qiladigan ishi birortasini qo'lda qilib terib o'tirmaydi. Undan keyin endi anaqa spetsialistlarni topadi. Mana buni qurib olgandan keyin, bunga nima kerakligini bilib olgandan keyin, boshqacha qilib aytganda digital marketolog asosiy ishi digital strategiyani tuzib olish va o'ziga kerakli odamlarni jalb qilish, bo'ldi. O'shalarni birgalikda ishlatish, tamom. Kompaniyada. Bitta o'yiz qilasiz, ana o'sha paytda sizga o'sha agentliklar kerak bo'lishi mumkin, marketing agentliklar yoki qanaqadir frilanserlar kerak bo'lishi mumkin va hokazo. Mana shunaqa ishlataverasizlar. Hozir mana bular ko'p, rosa. Aytaylik, mana bunaqa frilanserlar, aytaylik, mana metani yoqib beradigan frilanserlar va hokazolar rosa ko'p. Bemalol bozorga chiqib, bitta terib olsangiz bo'ladi hammasini. Endi o'zingiz shu shaxs bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni terib oladigan shaxs bo'ladigan bo'lsangiz, kompaniyalarga anaqa eng ehtiyoji shu yerda. Ya'ni o'shani terib oladigan odamlar yo'q. Ha. Endi sizni tepangizda o'tiradigan odam bu CMO bo'ladi, marketing direktoringiz bo'ladi. Marketing direktori endi faqat digitalga javob bermaydi, bu umumiy marketingga javob beradi. Uning ham tepasida tijoriy anaqa o'tiradi. Tijoriy direktor o'tiradi. O'zi bilasizlar, korxona 4 ta bo'limga bo'linadi. Hech o'rgatgan? O'rgatmagan. Zo'r? Finance? Nima dedingiz? Marketing dedingizmi? Hop. Zo'r. Ko'rsatishgan shuni? Korxonada 4 ta bo'lim bor xolos. Mana shuni tushunib olsangiz, sizni endi marketolog sifatida bilishingiz kerak bo'lgan. Bu undan ham oldingi bilim o'zi. Biznes o'zi qanaqa tuzilgan, ketma-ketlikda. Birinchisi bu moliya bo'limi, ya'ni financial department. Ya'ni pul oqimini nazorat qilib turadigan. Yoki moliyachilarni kim deydi? Biznes pulini himoya qilib beradigan odamlar. Ya'ni sizni pulingiz bor, o'shani himoya qilib beradigan soldatlar. Keyingisi bu tijoriy bo'lim. Mana shu tijoriy bo'lim o'zi ikkiga bo'linadi. Bittasi sotuv bo'limi, ikkinchisi marketing bo'limi. Keyingisi HR, bu anaqa odam, kompaniyaga to'g'ri odam jalb qilib beradigan. Va oxirgisi P. Yashang. Rahmat. Produkt, ya'ni operations ham shuning ichida, boshqacha qilib aytganda. Ya'ni produkt yoki mahsulot. Produkt bo'lsa bu qo'l bilan ushlab qanaqadir mahsulot, nima deydi, servisingiz bo'ladigan bo'lsa bu ko'rinmaydi, havo sotasiz yoki ta'lim ham havo sotish o'zi, o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, shunaqa. Produktingiz bo'ladi. Bo'ldi. Siz marketolog sifatida mana bu tijoriy bo'limdasiz. Kompaniya katta kichikligiga qarab turib bu o'zgarishi mumkin. Kichkinaroq kompaniyalarda sotuv bo'limi отдельно, marketing bo'limi отдельно bo'ladi. Katta kompaniyaga borganingizdan keyin kommersiy direktor deb qo'yishadi. Eshitganmisiz? Tijoriy direktor deb qo'yishadi. O'zi kim o'zi tijoriy direktor deydigan bo'lsanglar, ular marketolog emas faqat. Ular umumiy anaqa tijoratda anaqa tushunadigan odamlar. Men bitta tijoriy o'sha direktor deb turib o'shalarni aytishadi. Ular bosh sotuvchiga, ya'ni robga va anaqa marketing dirga anaqa boshliq odamlar. Bu yog'i o'sha HR boshlig'i bo'ladi, produkt boshlig'i bo'ladi, bo'ldi. Ya'ni xizmatingizni boshlig'i, ya'ni operatsion direktoringiz bo'ladi. Buni tegida undan keyin bo'limlar boshlanib ketadi, har xil. Biznesingizga qarab o'zgarib ketaveradi. Sizning rolingiz mana mana tegida bo'ladi. Mana bu joyda. Lekin marketolog sifatida umumiy biznesni tushunib olishingiz qiziq. Nimaga? Keyin mana digital marketolog bo'lgandan keyin to'xtab qolish kerak emas. Men to'xtab qolish tarafdori ham emasman. Undan keyin o'tishingiz mumkin bo'lgan narsa marketing dirga o'tishingiz mumkin. Keyin undan keyin kommersiy direktorga o'tishingiz mumkin.
keyin undan keyin agar nima qila olsangiz уже CEO ga o'tasiz. Buni endi hammasiga nima bu yoqda CEO bo'ladi. O'zi mana bitta CEO bo'ladi, bo'ldi. Mana shunaqa biznes tashkil topgan bo'ladi. Mana shunaqa hierarxiyada. Karyerni rost deb qo'yishadi. Mana shunaqa karyerni rost, marketologlarning karyerni rosti mana shunaqa ketishi mumkin. Shunaqa. Hamma biznes ochish shart emas. Shoshmang, bilaman, ha, master klassi eng qiziq joyiga keldi. Lekin men hozir sizga muhim ma'lumotni yetkazmoqchiman. Shuning uchun diqqat bilan eshiting. Millat umidi universitetida biznes boshqaruvi, buxgalteriya va moliya hamda IT yo'nalishlarida sirtqi ta'lim uchun qabul ochiq. Ushbu yo'nalishlarda kontrakt narxi, e'tibor bering, 11 million so'mni tashkil qiladi. Agarda siz tadbirkorlik bilan shug'ullansangiz, oila qurgan bo'lsangiz yoki oila qurish arafasida turgan bo'lsangiz, bola ta'tilida bo'lsangiz yoki doimiy ish joyiga ega bo'lsangiz, Millat umidi universitetining sirtqi ta'lim yo'nalishi siz uchun bir qator imkoniyatlarni taklif etadi. Xalqaro va mahalliy o'qituvchi va professorlardan malakali ta'lim olish, o'qish jarayonida yotoqxona bilan ta'minlash, jamiyatimizda o'z o'rniga ega bo'lgan mutaxassislar tomonidan tashkil etiladigan master klasslarda ishtirok etish, mavsumiy tashkil etiladigan job fair, ya'ni mehnat yarmarkasida o'zingiz orzu qilgan ish joyiga ega bo'lish va albatta xalqaro work and travel dasturida ishtirok etishingiz mumkin. To'liq ma'lumot olish uchun ekranda ko'rsatilgan raqamga qo'ng'iroq qiling yoki izohda yozilgan manzillarda ariza qoldiring. Shoshiling, joylar soni chegaralangan. Biz esa davom etamiz. Kimdan so'rasiz biznes ochaman deyapti-da. Nima, yollanma ish yetishmayapti xodim O'zbekistonda. Rosa ko'p yosh nimalar bilan, kadrlar bilan gaplashayotgan paytimizda juda ham ko'p biznes ochaman deydi. Boyagi statistikani, ya'ni ani boshidagi statistikani yana sekin qaytarib pastga tushiraman-da. Statistikani sal anaqa tushuntirib beraman. 90% anaqa bu HubSpotda statistikasi, 90% biznes anaqa birinchi yilda o'zi o'ladi. Bu statistika bor. Lekin ishga topshirgan 100% dan 90% anaqa kasbini o'zgartirib yuboradigan narsa yo'q yoki haydalib ketadigan statistika yo'q. U marj juda past. 20%, 10% bo'lib yotibdi. Ya'ni xodim bo'lishda xavfsizroqsiz, chin biznes boshlagandan ko'ra. Faqat anaqa ba'zilar nima uchun ishlayotganini bilmaydi. Mana kiratdi, turadi yoki kompaniya uni tushuntirib bera olmaydi. Sen borishing mumkin bo'lgan joyni tushuntirib bera olmaydi, o'shaning uchun kiratdi, o'zim biznesimni ochaman deydi, chiqib ketishadi. Shu xolos. Bizga mana mashqdan boshlasangiz yoki undan ham pastroqdan boshlab turib, keyingisi digital marketing, keyingisi xohlasangiz bir sotuvga kirib chiqishingiz mumkin. Men sotuvga bir kirib chiqqanman, juda to'g'ri qarorlardan bittasi bo'lgan. Bir sotuvga kirib olasiz, keyin tijoriy taklif, tijoriy taklif demayman. Tijoriy direktor bo'lasiz, kommersiy direktor, u yog'iga ketdingiz. Shu ketma-ketlikda o'rgansanglar, karyerni boshlanish juda zo'r bo'ladi. Endi bundan keyin xohlasanglar marketing agentliklarini ochinglar, xohlaganinglarni qilinglar. Lekin undan oldin baribir bitta korxonaga kirib, mana shu bo'yicha bitta ishlab ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Prosta biznes boshlab olmanglar, prosta anaqasi yo'q. Nima deydi, qiyin bo'ladi. Masalan, marketing bo'yicha o'qib turib, marketingda biznes boshlagandan ko'ra, qayerdadir ishlab ko'rib, keyin undan keyin qaror qabul qilganinglar to'g'riroq. Xato demayman, dars deylik bu narsani. Birinchisi xato emas, ikkinchisi xato deyiladi-ku. Mijozni saralamaganim. Ya'ni biz faqat qurilish bilan ishlaymiz-da. Любой qurilishga ishlab ketaverganmiz. Pul beryapti-ku deb. O'sha eng anaqa noto'g'ri. Pul beryapti-ku degani bu to'g'ri degani emas-da. Ba'zida ko'rinmas badal bor. Bu siz asab bilan to'laysiz, vaqt bilan to'laysiz, ya'ni ular ko'rinmaydi. Juda ham qaritib yoradi. Masalan, bitta mijoz bilmayman, anaqasini, себестоимостьni hisoblab xizmatingizni keyin ustiga bir 30%, O'zbekistonda agentliklar taxminan 30% dan yaxshilari 80% gacha qo'yadi. Nimasi ustiga marjinalni shunaqa. Siz o'ylashingiz mumkin 30% qo'ydim, 30% foyda qilaman deb o'ylashingiz mumkin, lekin ba'zi mijozlar bor, anaqa suvingizni ichib oladi, qoningizni nima qiladi. Shu payt tezda xayrlashish yechim. Siz foydangizdan voz kechmayapsiz u yerda. Siz nabarat vaqtingizni tejab qolyapsiz. Kimgadir yo'q deb turib, kimgadir yaxshi bitta klientga eshik ochib beryapsiz-da.
Mana shunaqa holat bo'lgan. Ikkinchi eng katta qilgan xatoyimiz bizni anaqa euforiyaga tushib qolganmiz. Euforiya bu o'ta katta mijozlarimiz bo'lgan. Hali ham bor. Bor-ku deganmiz. Shlurili deganmiz. Zo'r pul topganmiz. Hammasi yaxshi. Lead generatsiyaga, sotuvga umuman vaqt ajratmaganman. Ya'ni biznes sarafan bo'lgan. Kelyapti, o'tdan kelyapti, o'tdan kelyapti, normal pullar bilan kelyapti. Men nima qilaman anaqa qilib deganman. Desa ham bo'lsa kerak, menimcha. Mana bu ish qilmaganman. Ya'ni bo'limga ajratmaganman. Undan ham eng katta qilgan xatoyim mana shu to'ralasi bitta odamga bog'liq bo'lib qolgan. Mana shu o'zimga bog'liq bo'lganda qani deb turaman-da hozir. O'zimga bog'liq bo'lmaganda bitta bolaga bog'liq bo'lgan. Boshqacha qilib aytganda, buni karta deb oladigan bo'lsangiz, agar hammasi bitta odamga bog'liq bo'lib qoladigan bo'lsa, kartochni dom qurayotganga o'xshaysiz. Kartadan uy qurilsa bilasizlar nima bo'lishini. Qatindirimda olsangiz, butun karta qulab tushadi. Biznes yaqinda shunaqa bo'ldi, shu holatga kelib qoldi. Juda jar yoqasiga kelib qoldi. O'shanda hayron qoldim. Endi ko'p narsani o'rganar ekansiz. Shuncha yil ishlab ham jar yoqasiga kelib qolish mumkin ekan dedim. Chunki mana eng qiyin o'tadigan davr qaysi? Bu birinchi yil. Birinchi yil boyaga aytganimizdek 90% biznesdan chiqib ketadi. Umuman boshqa biznes ochasiz yo bir narsa qilasiz. Keyingi eng o'tish qiyin bo'lgan marra bu 3 yil. 3 yildan o'tib olganingizdan keyin 5 yil va hokazo ketaveradi. Biz endi eng qiyinlaridan o'tdik-ku dedim-da. Bu yog'iga faqat o'sish bo'lsa kerak dedim. Yo'q, unaqa emas ekan. Mana shu 3ta menimcha eng katta qilgan xatoyim. Agar aqlim bo'lganda, boshidanoq, ya'ni biznes boshlangan paytimizda o'sha drive bor, bu sohaga qiziqish juda katta, ana hamma bolalar yonib turibdi, startapga o'xshab ishlayapmiz. O'sha payt biznesimni shunda to'rga ajratardim-da. 4 ta odamni qo'yardim-da, to'ralasi anaqa 4 ta narsaga bosh qilib qo'yib, hammasi o'zining javobgarligini olardi. Buni keyin oxiri o'sha kartochka anaqa quli deb qolgan paytda keyin anaqa o'rgandik-da. Endi katta marketing agentligi do'stlarimiz bor, hammamiz biz yaqinmiz, gaplashib boshqa narsa qilamiz. Keyin aytdim, mana shunaqa holat bo'lib qoldi desam, ajratasan dedi. Har bittasiga odam qo'yasan, har bittasi bir-biri bilan urushadi dedi. Har bittasi bir-birining orqasini ko'lab yurish kerak dedi. Marketologing sotuvchining orqasini ko'lash kerak. Men senga odam olib kelib beraman, nimaga anaqa sotmayapsan deyish kerak. Sotuvchi marketologning orqasini ko'lab yurish kerak. Nimaga sen menga yaxshi odam olib kelib bermayapsan va hokazo. Ya'ni o'tirgan paytda konflikt bo'lish kerak, urush bo'lish kerak, haqiqiy jang bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa. HR produktga yetishga, aniq operatsionga yetish kerak. Men senga yaxshi odam olib kelib beraman, nimaga ketib qolyapti bular? Yoki nabarot, operatsion direktor men kimlarni olib kelyapsam, bular ish qilib bera olmayapti deyish kerak. Bu yerda moliya ana HR ko'proq pul ishlatib qo'yadi, qattiq beryapsam meni pulimni deyish kerak. Yo'q, bermayman pul. Xuddi shunaqa marketolog byudjet so'rab kelsa, yo'q pulim deb turishga va hokazo. Mana shunaqa. O'ta go'zal narsa ekan. Buni endi juda kech tushunib yetdim, mana shunaqa. Juda ham go'zal narsa ekan. O'tirasizda zakovatni bilasizmi? Bitta qonuni bor. Kapitan fikrlamaslik kerak. Kapitan eshitadi. Saralaydi. Kapitanni ishi eshitadi, eshitib turib mana deydi. E'tibor bergansiz zakovatga? Ne? Husniddin bilan gap, mana bunaqa Husniddin fikri yoqdi, mana bunaqa bo'lsa kerak dedi, javob beradi. Juda kamdan kam holatda kapitan fikrlaydi. Bizda qilgan xato nima bo'ldi? Bizda kapitan doim fikrlagan. Bular bo'lmagan. Bu fikrlash uchun. Endi hozir bular nima bo'ldi? Tashkil topdi. Endi men fikrlamayapman bilan eshitaman prosta. Hozir masalan ofisga bir narsa olsak ham so'rayman, moliyachimdan pulimiz bormi deyman. Shunaqa. Bu o'sha 3-chi eng katta qilgan xatoyimiz. 4-inchisi bu Zafar akani anaqasi, gapi, men juda qo'shilaman. Davlat o'zini prezidentdan himoya qilish kerak bo'lganda, biznes o'zini tadbirkordan himoya qilish kerak. Davlat o'zini prezidentdan himoya qilish kerak bo'lgandek, biznes o'zini tadbirkordan himoya qilish kerak. Prezident davlat maniki deganda monarxiya boshlanadi.
tadbirkor ham anaqa biznes o'zinikisi, ana kirib shunday dividend yechib chiqib ketaveradi-ku, bilasizmi? Shunaqa tadbirkorlar bor, bilasizmi? Masalan, kiradi, anaqa qancha pul 10 ming so'radi. Mana shunaqa. O'zini mana bular himoya qilib turadi. Eng himoya qilib turadigani mana bu. Finansis. Yo'q deydi. Yo'q pul deydi. Hamma narsani qilasan, lekin buning uchun bunga anaqa shunaqa imkoniyat berishingiz kerak-da. Pul so'rasam ham yo'q deysan. Zo'r. Qiyin, qabul qila olmaysiz, hazm qila olmaysiz, lekin zo'r. Boshqacha qilib aytganda, sizni biznesingizdan himoya qilib turadi. Endi katta-katta Korzinkaga o'xshagan, Murad Buildingsga o'xshagan kompaniyalarga kiradigan bo'lsangiz, anaqa ofitsialniy himoya bor. U yerda anaqa maslahatchilar kengashi deydimi? Board of Directors, anaqa ingliz tilida. Board of Directors asosiy qiladigan ishi mana shu tadbirkordan yoki anaqa nimadan, asosiy odamdan biznesni himoyalab turish. Masalan, kirib turib, bugun yopamiz Korzinkani. Boshqa joyga o'tamiz deyolmaydi. Zafar aka, hattoki Zafar aka ham shunaqa deyolmaydi. U yerda boardga ovoz beradi. Kim bu fikrga qo'shiladi desa, men deydi yoki hech kim qo'shilmaydi. Demak, yopmas akamiz, uzr Zafarjon deydi, bo'ldi. Mana shunaqa. Boshidan shunaqa qilsangiz, shu odatni shakllantirib olsangiz zo'r ekan. Chunki menda boshida 3 yil shunaqa bo'lgan. Bulbom, bor. Kerak qoldi. Mana shunaqa. Endi men Murad Buildingsni ko'rganman, shu narsani Board of Directors u beradigan kuchingizga bog'liq. Board of Directors CEO ni o'zgartirishi mumkin. CEO ni chetlashtirishi mumkin. Juda ko'pdan chet elda bizneslarda bor. Endi men u haqida juda chuqur gapirib yubora olmayman, chunki menda yo'q Board of Directors. Unga nasib qilsin, ilohim. Sizni Board of Directors mana bunaqa bo'ladi, kichkina. Boshqacha qilib aytganda, siz xo'jayin bo'lmaysizda, biznes sizniki, egasisiz, boshqacha, ya'ni nimada aytganda, keyingi qilishingiz mumkin bo'lgan narsa bitta CEO tayinlab qo'yasiz, o'zingizdan himoyalab turadi o'sha. Uni ishiga aralashmaysiz, uni qarorlariga ham aralashmaysiz, hech narsa qila olmaysiz. Siz просто o'sha biznes egasiligingizga dividend olib turasiz. Shunaqa oylik ham olmaysiz masalan siz. Yoqmasligi mumkin savolim, javobim. Ya'ni bilganingizcha yashang. O'zingiz baxtli bo'lsangiz bilganingizcha yashang. To'g'risi. Meni fikrim qiziq bo'lmasligi kerak, boshqalarni. Yoqyaptimi yashuring. Chunki o'lganingizdan keyin hech narsa qiziq emas bor. Просто jamiyatga zararingiz tegmayaptimi, hech kim sizni xafa qilmayaptimi? Asosiysi zararingiz tegmasin bo'ldi. Bilganingizni qilib yashuring. Mana hech kim nima qilmasligi kerak. Oxir oqibat mana menga yoqqan narsa sizga yoqmasligi mumkin, sizga yoqqan narsa menga yoqmasligi mumkin. Shunaqa insonmiz. O'zi organikdan kuchli bo'lgan hamma narsadan. Men aytaman, agar organikda natija bera olmagan nima, masalan, SMM mutaxassisini olaylik. Agar hech qanaqa pul ishlatmasdan degani anaqa, pullik reklamalar yoqmasdan, boshqa narsa qilmasdan bitta kanalni zo'r rivojlantirib beraverasiz. Men uchun o'sha anaqa tilli o'rdakcham. Yo'q. Va internet chiqqan paytda hamma shunaqa degan-ku. Voy, siz qolib ketar ekanmiz degan. Yo'q, yangi epox, yangi anaqa boshlanadi. Yangicha kasblar. Mana internetdan keyin necha yuzta kasb kashf qilindi. Internet chiqishdan oldin SMM manager degan narsa bo'lmagan, to'g'rimi? Targetolog degan narsa bo'lmagan, kontekstolog degan narsa bo'lmagan, digital marketolog degan umuman kasb bo'lmagan. To'g'rimi? Necha yuzta kasb dunyoga keldi. Menimcha sun'iy intellekt ham xuddi shunaqa, ya'ni o'sha narsani boshlab berdi. Endi sun'iy intellekt ustida necha yuzlab kasblar dunyoga keladi. Uni aynan bilimlari haqida men nima qilmayman, lekin kimdir xavf sifatida qaraydi, kimdir opportunity, ya'ni imkoniyat sifatida qaraydi. Yo'q, men o'sha imkoniyat sifatida qarayirdim, xavf sifatida emas. Shuni bilib olsangiz bo'ldi. Bu yangicha imkoniyat, yangicha meni ishimni osonlashtirib beradi deb xohlagan narsangizga nimani AI qilib ko'rishingiz mumkin-da. Boyagi call center biz ham qilib ko'ryapmiz hozir. Qilib ko'ryapmiz emas, biz shu bo'yicha anaqa protsessdamiz. Quruvchilarning eng katta muammolaridan bittasi bu mana lead kelib tushadi-ku. Bizda O'zbekistonda men boshqa joyda ko'rmaganman bunaqa narsa. Masalan, bitta reklama yoqsangiz, o'zini shaxsiy telefon raqami bilan ismini yozib qoldirish uchun, masalan, Norvegiyada haqiqatdan siz u loyihaga qiziqishingiz kerak.
Masalan, yoki norveglar просто telefon raqamini yoki shaxsiy informatsiyasini просто berib qo'ymaydi. Juda qiyin unaqa narsa. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, reklama yoqsangiz, lead o'ta qimmat. O'ta qimmat. Ha? O'zbekiston bu anaqa o'xshaydi. Masalan, 100 ta keladi, 95 tasini anaqasi sifatsizda. Menda mana shu shok bo'lgan. Birinchi marta men o'ta Norvegiyada yashardim, anaqani agentsiyani boshlagan paytimda yoqishni bilmayapsanlar derdim-da. Unaqa bo'lishi mumkin emas derdim. Chunki o'zim o'sha paytda Norvegiyada o'sha biznesga lead generatsiya qilardim, bo'lishi mumkin emas derdim-da. Chunki bizaga aytaylik kuniga 5 ta, 6 ta kelardi, lekin hammasi nima uchun qoldirganini, qaysi kompaniyaga qoldirganini va xabardorligini bilardi. Masalan, telefon qilsangiz yoki sotuvchilarimiz telefon qilgan paytda, "Ha, qoldirdim. Ha, ko'proq informatsiya bilmoqchi edim" va hokazo deydi. Bu yerda bolam bosib yoribdi. Men qoldirganim yo'q, opangim hazillashibdi. Mana shunaqa narsa-da. Umuman shaxsiy informatsiyani anaqa himoyalash degan narsa yo'q. Endi bunaqa bozorda boyagi call centerlar aktualni bo'ladi. Nimaga u muammo bo'ldi bizada? Mana 100 ta kelyapti-da, 95 tasi sifatsiz. Quruvchilarda qanaqa ishlaydi? Boshqa bizneslarda ham shunaqa. Lead kelib tushadi. Call center qo'ng'iroq qiladi, filtrlash vazifasini bajaradi. Agar filtrdan o'tsa, keyin sotuv ofisiga jo'natib yuboradi, to'g'rimi? Sotuv menejeriga jo'natib yuboradi. Hozir traditsion ishlash uslubi. Muammo nima desangiz, odam faktori. Aytaylik, call centerda 2 ta odamingiz bor. Kuniga 100 ta kelib tushdi. 50 tadan telefon qilsa, 50 taga qilib chiqa olmaydi. Qilib chiqa olmaydi. Nerealniy 50 taga qilib chiqish. 30 ta maksimum. Endi birinchisiga telefon qildi sotuvchi. U odamda u. Qiz deylik yoki o'g'il bola. Telefon qildi, bolam bosib yoribdi dedi. Qo'ydi. Keyingisi, "Nima menga telefon qilsan, qayerdan olding nomeringni?" Qo'ydi. Asabbuzarlik boshlandi. Ana asabiylashishayapti. Odam-ku. Endi effektivnost tushib boraveradi. Vaqtida qilmaydi. Endi ertalab telefon nomerini qoldirgan bo'lsa, u 50-chi bo'lib qolgan bo'lsa, to unga 50-chiga yetib borgungacha ana sotuvchi bosh qaynab turgan bo'ladi. Olsang ol deydi. Bo'lmasa keyin keyin mana shu mahsulot deydi. Va hokazo. Sun'iy intellektda shu narsa yo'q. Undan ham hissiyoti yo'q hech qanaqa. Mana aytaylik, energiyadan qo'yamiz, mana bu loyihaga kimsa bo'pti, rahmat deydi, qo'yib qo'yadi, bo'ldi. Demak, bu sifat tezda. Zo'r tomoni mana lead qoldirasiz, xohlagan nimangizga anaqa vaqtiga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz 1 minutda telefon qil. Xohlasangiz 5 minutdan keyin qil. Xohlasangiz 10 minutdan keyin mana lead qoldirdi, 10 minutdan keyin telefon qilsangiz, u lead qoldirdi, 10 minut 00 da telefon qiladi. Eng qizig'i unga keyin vazifalar berib tashlasangiz bo'ladi. Telefon nomerini olmadimi, 1 hafta davomida har kuni aytaylik soat 10 da, 12 da, 1 da mana shu vaqtlarda telefon qilib ko'rdingiz. Bo'ldi. Odam qila oladimi shu ishni? Mana shunaqa. Bizneslar ko'zi yonib ketadi. Tasavvur qiling, ko'p leadlar bor, prosta anaqa yetarlicha telefon qilmaganingiz uchun qolib ketdi. Masalan, bo'lishi mumkin, men jarrohman. Kun bo'yi jarrohlikdaman. Meni kechqurun vaqtim bo'ladi. 6-7 larda vaqtim bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda. Endi call centerlar odatda ishlaydigan vaqti bor. Unaqa 6, 7, 8, 9 qilib ishlatishmaydi. To'g'rimi? Endi kechqurun men leadimni qoldirdim, o'sha informatsiyamni qoldirdim-da, menga ertasi kuni ana sotuvchi kelyaptilar, ko'felarni ichyaptilar, sekin o'tiryaptilar, naushnik taqyaptilar, keyin qilyaptilar. Bu ham nechinchiligimga bog'liq. AI da zo'r tomoni bir ertalab qilasan, bir obedda qilasan, bir kechqurun qilasan deysiz. Bo'ldi. 3-4 ta savol so'raydi yoki 2 ta savol so'raydi, shu anaqa sun'iy intellektligini anaqa bilib qolmasligi uchun. Shunaqa. Oddiygina marketing agentligiga ham qanaqa katta yordam bo'lardi? Assalomu alaykum. Mana shu loyihadan ismim Anvar. Nima shaxsiy informatsiyangizni qoldirgan ekansiz? Shunaqami desa, "Ha" desa, sal anaqa ko'proq ma'lumot bilan sotuvchimiz sizga aloqaga chiqsa bo'ladimi desa, "Ha" desa, bo'ldi. Anaqa sifatli lead. Prosta tez anaqa qilib beradi.
ana filtrlab beradi, sotuvchingiz anaqa bilan sifatlilik bilan gaplashaveradi. Zo'r-ku. U ancha oshadi. Agar o'zbekcha chiqsa endi o'zbek tili ozgina qiyin bo'lyapti. Rus tili уже давно qilib bo'ldi. Mana Yandex qilyapti bu narsani. O'zingizlarga ham ancha telefon qilingan bo'lsanglar kerak. Ha, ko'pchilik bilmaydi ham ba'zi. Yandexdan qilishadi. Ustilegon qilyapti hozir bu narsani, rus tilidagi versiyasini. $750,000 anaqa pul tikishdi, anaqa shuni rivojlantirishyapti hozir. Bu narsa rivojlanaveradi bundan keyin. Call centerlar almashinib ketaveradi. Uni tadbirkor bilan gaplashasiz. Nima qizuv deydi? Nima qizuv deysiz-da? Raqamlarimi yoki anaqasimi? Sifatimi? Ikkalasi ham bittasi tanlashing kerak deysiz-da. Bizda shunaqa ba'zi quruvchilarimiz bor, "Yo, raqamlarni ber bizaga" deydi, ya'ni ob'yomni ber, biz o'zimiz anaqa qilib olamiz, tortib olamiz deydi. Kichkina quruvchilar bor, uni torta olmaydi u ob'yomni-da. Berganingiz bilan uni torta olmaydi. Undan lutchi unga boshqacha varonka qilib berasiz, bo'ldi. Masalan, oddiy bitta veb-sayt yasab qo'yib o'shatga olib o'tib, o'shatdan nima qilish ham anaqa ishlaydi. Yo'q, tabiiy boshlanib ketgan. O'sha boya boshda boshlanganda aytdim-ku, tabiiy boshlanmasa boshlamaydi deyman. O'tirib jamiyatda nima bor ekan, mana qilmasdan prosta tabiiy boshlanib ketadi. Yulduzga to'g'ri kelib qoladi-ku. Kimdir sizga katta proyekt beradi, sizga jamoa kerak, to'playsizda, qilib ko'rasiz, o'xshaydi, keyin boshqasi ishingizni ko'rib keladi, o'sha tabiiy bunda boshlanib ketadi-ku. O'sha qizuvroq deyman. Boyaginda yozib, boshqa narsalar qilib, eng qizig'i mana biznes plan yozasizlar-ku. Men umrimda biznes plan yozmaganman. Behazil umrimda biznes plan yozmaganman. Yozish bilmayman biznes plan. Nima tushuntiraman o'tda deyman-da. Endi balkim o'sha investitsiya jalb qilayotganimizda balkim kerak bo'lib qolar, lekin anaqa biznes plan yozish bilmayman to'g'risi. Endi muammo nima bo'ladi? Biznes plan yozishni boshlaysiz-ku. Moliyaviy tomonini ko'rsatishingiz kerak. Rosa ko'p ko'rsatishni boshlaysiz. Hali biznes boshlamasdan avval domma. Biznes qilayotgan paytingizda u boshqa narsa. O'sha nimangiz o'tib bo'lgan. O'rganurasiz-u, qo'rqib ketasiz keyin. Deysiz, "Vobshe qiyin ekan u narsa" deysiz. Boshlamaysiz. Tushundingizmi? Ya'ni qo'rqib qolasiz prosta. Yaqinda LinkedInda bitta bolani postini ko'rib qoldim. Uzun marketda biznes qilmoqchi bo'libdi. Yozgan. Bu bo'yicha ham 1 oy izlandim. Nechtadir kurs o'qib chiqdim. Hamma narsani qildim deyapti. Ya'ni hamma anaqa o'rganilish kerak bo'lgan hamma narsani o'rgandim deyapti. Hamma narsani. Keyin boshida o'xshamadi 10 million yo'qotdim deyapti. 10 million so'm yo'qotdim deyapti-da. Keyin kommentariy yozib qo'ygan. Endi LinkedIn kirsanglar ham turibdi menimcha kommentariyam. Aytganman-da, odatda anaqa o'ta ko'p bilib boshlangan narsa umuman o'xshamaydi dedi. Chunki qo'rqasiz. Lutchi birinchi prosta boshlab ko'rish kerak. Keyin yo'l-yo'lakay o'rgansangiz qizuvroq ham-da. Chunki boshlab ko'rsangiz bitta muammo duch kelasiz, keyin u muammoni hal qilasiz, keyingi muammoni hal qilasiz, keyingi muammoni hal qilasiz. Mana shunaqa muammolarni hal qilib sekin yaxshilanib ketaveradi. Keyin u narsalarga o'tsangiz bo'ladi, masalan, o'sha bo'yicha kitob o'qisangiz bo'ladi, o'sha bo'yicha kurs olsangiz bo'ladi va hokazo. Nabarot qilib qo'ysangiz ozgina qiyinroq. Masalan, boyaga 3 ga bo'lib berdim-ku. 3 ga bo'lib berdim. Masalan, veb-saytni o'rganingda, sразу veb-sayt qilib ko'ring-da. Uni oxirigacha o'rganib, voy deysiz. Hozir mana balkim o'shaning uchun anaqa qisqa qilib tushuntirib berdim-da, chunki ichkariga kirib ketib qolsam ham anaqa bo'lmaydi. Bitta masalan reklamani o'rgandingizmi, pulli reklamani o'zingizni shaxsiy nimangizga yoqib ko'ring yoki birorta og'ayningiz shaxsiy brendini rivojlantirayotgan bo'lsa, keyin men senga mana shu narsani qilib beray, prosta testoviga deb turib, prosta testoviga qilib bering. Ya'ni o'rganingiz qiling, mana shunaqa. Men ishga topshirgan paytimda anaqamni ko'rsatganman, portfolio ko'rsatganman. Eng qizig'i birorta biznes uchun qilinmagan portfolio. Ana o'zim o'ynab qilgan portfoliyolarim. Demo. Hammasi demo. Mana veb-saytni men qilganman. Hamda qilib anaqa reklama yoqqanman, hamda rezultatli, hamda qilib anaqa analitika qilgan, mana shu narsalarni bilaman deb topganman. Prosta demo bilan. Yaqinda bittasi challenge qo'ydi-da menga. Challenge qanaqa qo'ydi? Sizni O'zbekistonda ko'pchilik taniydi, shaxsiy brendingiz bor. O'shaning uchun sotish oson dedi. Okay dedim. Keyin umuman hech kim bilmaydigan bozorga kirib pul topdim. Bu Upwork degan platformaga kirib, freelancer bo'lib, yangi bitta soha, yangi bitta digital marketing bitta yangi sohasi, uni nimalari bilan, prooflari bilan ko'rsatib berganman.
umuman hech kim bilmaydigan bozorga kirib 6 tami 7 ta davlat bilan shartnoma imzolaganman o'sha servisim uchun. Portfolio 0. Eng qizig'i portfolioni o'zim tasavvur qilganman. O'sha tasavvur qilgan biznesim uchun narsalar yasab chiqqanman. Bo'ldi. O'shani qo'yganman, ishga topshirayotgan paytim shu bilan topshirganman. Ya'ni ish topishga keladigan bo'lsak, mana shunaqa yo'llari bor. Undan ham anaqasi, masalan, birinchi boshlayotgan pul topayotgan paytimda nima qildim? Yozdi. Upwork eshitganlar oranglarda, ha, bu. Upworkda mana bunaqa zo'r tomoni iliq mijozlar. Ya'ni ularga qaysidir bitta mutaxassis kerak. To'g'rimi? Buni kompaniyalarga taqqoslayman, kompaniyalarga xodim kerak, ular e'lon bergan. Upworkda ham ish chiqadi. Ish chiqqanda menda 0 portfolio, yangi qo'shilganman Upworkka, keyin 0 so'm ishlab topganman. Yo'q, portfoliyomda rasm, kulib tushgan rasmdan boshqa hech narsam yo'q, boshqacha qilib aytganda, o'z ozgina to'ldirib qo'ydim. Mahsulotim bor, ya'ni bu xizmatim. Uni ustiga taklif qurdim. Taklif nima bo'ldi desangiz, o'sha yangi bitta kichkina biznes, kichkina perioddagi nima deydi, proyekt yozdim. Menga pul to'lashing shart emas. Keyin men senga mana shu xizmatim uchun polniy 6 oylik strategiya tuzib beraman. Yo'qsa keyin ishlaymiz. Zo'r tomoni, o'tda hammasi o'zi shunaqa mijozlar. Ya'ni arzonroq frilanser qidirib yurgan odamlar ular. Ularga 10 ming, 20 ming sota olishingiz uchun siz portfoliyongiz ham shunaqa katta bo'lishi kerak. Lekin kichkina mijozlar, kichkina proyektdagilar ular arzon odamlarni qidirib yuribdi. Tekin bo'lsa undan ham yaxshi. Tushunasizmi? Endi tekin bo'lib, siz tekinga ish qilmayapsiz o'tda. Men aytdimki, menda tayyor shablonim bor, o'zimni ishlab chiqqanman. O'sha shablonni shunday qildimda, uni biznesiga mosladimda, anaqa prezentatsiya tayyor, qachon uchrashishga vaqting bo'ladi dedim. Uchrashuvga taklif qildim, prezentatsiyani ko'rsatdim. Xarakteri yoqdi, hamma narsa yoqdi, to'g'ri keldi, boshqa narsa nima qilay? O'zim qilib beraymi yoki anaqa o'zing qilasanmi shu narsani? Yo'q, qilib ber o'zing dedi. Kontrakt jo'natdi, birinchi mijoz. Zo'r qilib berdim, review qoldirdi. Keyingisiga o'sha osonlashib ketdi. Keyingisiga shu metodni qo'lladim, o'sha portfolio yig'ildi bo'ldi. Shu bozorda ham xuddi shunaqa qilsangiz bo'ladi. Mana universitetdan chiqib anaqa ish topa olmayapman deydiganlarga birinchi portfolio qilib olinglar o'zingizlarga, любой sohada farqi yo'q. Любой sohada o'zingizlarga kichkina, masalan, veb-sayt IT bo'yicha qilmoqchi bo'lsanglar, kimga qiziqsizlar, anaqa hech bo'lmasa o'zini bitta kodini terib ko'rgan odamlar bo'ladi-yu. O'sha nimaga ham qiziqsizlar-da. Ana 0 hech kimga qiziq emas-da. Qiziq bo'lishingiz uchun 0.1 bo'lishingiz kerak hatto. Uni ustozim aytuvdilar. Rosa ko'p investitsiya so'rab kelishar ekanda. Men bir loyiham bor, unaqa bo'lib ketamiz, unicorn bo'lib ketamiz, va hokazo bo'lib ketamiz. Siz mana shuncha pul tiksangiz bo'ldi, deb rosa ko'p kelishar ekanda. Keyin, hop, o'zingiz pul tikib ko'rdingizmi derkan. Yo'q, desa, anaqa o'zingiz ishonmaysiz ekan g'oyangizga. Men qatnay ishonaman degan narsa-da. Xuddi shunaqa. Haqiqatan kasbni yaxshi ko'rsangiz, bitta portfolio qilib ko'ring o'zingiz uchun, o'sha narsani qilib, olib borib ko'rsang, ish topasiz. Men ham rosa yaxshi ko'rardim shu narsani. 30 kunlik detokslarni. Ya'ni ma'lum muddat bitta narsadan voz kechasiz, undan keyin qilmaysiz. Birortasi ishlamagan. Ijtimoiy tarmoqlardan voz kechib ko'rish, aytaylik, fast food yemaslik, 30 kun faqat go'sht yegan paytlarim ham bo'ldi. Hamma shirin anaqa shakardan voz kechish, jamiki hammasini 30 kun qilib ko'rganman. 30 kun, 21 kun, 15 kun umuman anaqa uni aytaylik 60 kun anaqa muddatlarida. Birortasi o'xshamasdi. Hammasi o'zimni ozgina aldab turish uchun. Bo'ladi-ku. Keyin oxirgi marta 28-may eslayman. Hamma ijtimoiy tarmog'im shunda ochdimda, o'chirib tashlab bo'ldi, chiqib ketdim. Bu muddatsiz detoks bu. Bu mega detoks. Yo'q, bilmayman qachon qaytaman. Qaytmaslikka harakat qilaman. Ya'ni umuman ishlatmaslikka harakat qilaman. Telefondan kirib, umuman ishlatmayman. O'zim shu soham, lekin o'shanda ham umuman kirmayman. Bo'ldi, shu bilan hozir nima? Yana ancha o'tibdi. Haligacha anaqa qilganim yo'q. Yo'q, Telegram kanal ijtimoiy tarmoq emas u.
Yo'q, Telegram kanalda yo'qman men. 3 ta kanal bor. Azbek Rahimov, Bek Olimjon, keyin anaqa prezident matbuot kotibi Sherzod akaning kanalida borman xolos. 3 ta joy kuzataman xolos. Boshqa hech kim kuzatmaydi. Ya'ni Telegram kanal Messenger sifatida ota-onam bilan gaplashganni ishlataman, lekin atak aniq Instagram, Facebook, YouTube ham yo'q, hattoki hammasi yo'q, o'chib tashlaganman. Yo'q, men qo'yishim mumkin kontent, lekin iste'molchi emasman. O'tda. Ha? Sabab har ko'p bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq holatini bo'ladigan bo'lsa, anaqa odam o'zi xohlamaydi bu narsani, ba'zida xohlaydi. Solishtirib qo'yishlar bo'ladi-yu. Ha. Masalan, bilasizmi, ana statistika o'rganib chiqishgan bitta qiz bola, bitta qiz, ijtimoiy tarmoqni yurgizadigan qiz, o'zini rasmini joylash uchun, o'sha Instagramga rasm joylash uchun 60 ga yaqin rasm olar ekan. 60 ga yaqin. Bittasini tanlaydi ekan. Tanlab turib 10 yoki yarim soatgacha vaqt ketkazar ekan, uni filtrlab, uni to joyiga tushirib, keyin qo'yar ekan. Boshqacha qilib aytganda, hamma baxtli, hamma chiroyli, hamma boy, hamma sizdan-da go'zal. O'zingiz xohlamagan holatda solishtirib qo'yasiz. Menda ham shunaqa bo'ladi. Kreativroqman hozir. Ancha teti o'yla olmayman. Anaqa yaqinda shunaqa statistika ham chiqdi, ko'rdinglarmi? Anaqa o'qidinglarmi? Maqola chiqdi. Qisqa video ko'radiganlarda nima kreativность bilan anaqa cheklanish bo'lib qolar ekan. Uni men bilmasdim, u narsa uchun qilmaganman men. Prosta anaqa chiqib ketdim bo'ldi. Ko'ramiz, qachon qaytsam qaytaman, chiqib ketdim prosta. Shu bilan. Voz kechsanglar anaqa muddatli qilmanglar, muddat qo'yib qo'ymanglar. Birinchi marta yugurganimda maqsadim marafon yugurish edi. Marafon o'taman, keyin ko'ramiz degan edi. Marafon o'tdimda, keyin 1 yil yugurmay qo'ydim. Finishdan o'tib qo'yasizda, bo'ldi deysiz. Shu bilan anaqa zerikib qolasiz. Yo'q, men YouTube ga kirmayman, men telefonimdan kirmayman. Ya'ni menda anaqa telefonimda yo'q YouTube'im. Men bunda kirib turib yo'q, kontentni ham Nurullo joylaylar, men joylamayman. Faqat o'tirib video beraman bo'ldi. Endi YouTube ga kirsam, anaqamdan kiraman. Kompyuterimdan kiraman. Kompyuterimdan ko'p o'tirmayman. Ofisda kiraman, o'sha biladigan o'sha bir narsani bilmayotgan bo'lsam kiraman, ko'raman, chiqib ketaman, bo'ldi. Shu bilan. O'tda bilmayman, kompyuterda shorts ko'rib bo'ladi. Unaqa emas, prosta video ko'raman, chiqib ketaman. Shu. O'shanga iddaosi deydi, anaqa gapi nimasi deydi-ku. O'shanisi. Muddatsiz chiqib ketinglar, prosta takoy mega detoks qilinglar o'zingizlarga. Takoy 30 kun qo'ymanglar, boshqa narsa emas. Prosta masalan shirinlikni kamaytiraman, bo'ldi, yoki shirinlik yemayman. Ko'ramiz keyin. Qanchagacha davom etar ekan deb. Prosta qiziq bo'ladi. Noaniqlik. Bu yaqinda solo podkast chiqaraman bu bo'yicha. O'sha joyini aytib ketaman boshini. Copywriting degan narsani eshitganmisizlar? Copywritingda bizda zo'r narsani o'rgatishgan. Bitta tekst yozib ko'rasiz. Bitta narsa yozmoqchisizda, xohlaganingizni yozasiz, uzunligini. Yozasizda, qayta o'qib chiqib, bitta abzatsini olib tashlaysiz, o'qib ko'rasiz. Agar ma'no o'zgarmagan bo'lsa, demak, abzats ortiqcha edi ekan o'zi. Odamning hayoti ham shunaqada. Siz boyityapman deb o'ylaysiz. Hayotingizni, masalan, har xil narsa qo'shib ko'rasiz, to'g'rimi? Bir narsalar qo'shib ko'rasiz, boyityapman deb o'ylaysiz, o'zi qiziqarliroq qilaman deb o'ylaysiz, lekin o'zi asli ortiqcha bo'ladi. Endi buni bilish yagona yo'li prosta voz kechasizda, ko'proq muddatga voz kechasiz, prosta ko'rasiz keyin. Hayotingiz haqiqatan anaqami, o'zgarib ketdimi yoki hech narsa o'zgarmadimi? Hech narsa o'zgarmagan bo'lsa, demak, ana narsa ortiqcha edi ekan o'zi. Masalan, endi ijtimoiy tarmoqlar haqida ko'pchilik gapirgani uchun aytaman. Prosta ijtimoiy tarmoqlardan voz keching. Agar hech narsa o'zgarmaydigan bo'lsa, hayotingizda biznesingiz to'xtab qolib, siz kasodga uchrab bir narsa bo'lib ketib qolmasangiz, bu o'zi aslida ortiqcha degan, prosta siz qo'shib boyitib qo'ygansiz, bo'ldi. Qolib ketmaysiz shunisi. O'zi bor-ku, hayron qolasiz. Mana ko'pchilik kreativi kirib research qilib topaman deydi. O'zi aslida inson o'zidan qidirish kerak u narsani.
bitta muammoga yechimi bor-ku, hech e'tibor berganmisiz? Masalan, muammoga yechim qidirib yuribsiz, o'ylab yuribsiz, boshqa narsa qilib yuribsiz, bitta uxlaysizda ertalab turganingizda bundoq kelib qoladi-ku. Ha, bunaqa qilsam ekan deb o'zingiz bor-da, o'zingizda u narsa. Tushunasizmi? O'zi aslida o'sha vaqtinchalik informatsiyadan yiroqlashib turib, anaqa sal bundoq qilib turib, qidirsiz kreativroqsiz o'zi. Menda endi shaxsan shunaqa bo'ldi. Hamma narsadan voz kechdim, o'sha ijtimoiy tarmoqlardan boshqa narsa, lekin mana biz ijtimoiy tarmoq bilan ishlaymiz, YouTube bo'yicha ishlaymiz, boshqa narsa bo'yicha ishlaymiz. Mana bolalar guvoh, birorta joydan nima qilmasdan keladi o'sha narsa. Tabiiy keladi. O'sha mana qilsa-chi. Chunki information overload degan narsa bor-da, miyangiz informatsiya bilan to'lib ketib qolsa, kreativligi xalaqit beradi u. O'shaning uchun bilasizmi, anaqa yozuvchilar ham o'tiradi-ku, anaqa qilib. Ana xayol surib, nima yozsam ekan, qanaqa podacha qilsam ekan, o'sha narsani hammasini tashqaridan qidirmaydi, prosta o'zi o'ylab o'tiradi. Rassomlarda ham xuddi shunaqa, ya'ni kreativ dunyoda nabarot yiroqlashib, anaqa kreativ bo'lasiz. Yaqinlashibmas-da. Endi unaqa g'oyalar qolmadi-yu, topish qiyin bo'lib qoldi. Yaqinda bitta grafik dizaynerim zo'r gapiryotdi. Bir oy anaqa qiynalib logo chizaman deb, hech kim qilmagan logo bo'lsa kerak bu deb turib, keyin anaqa bunday skrinshot qilib Google'ga qo'ysam, o'sha kimdir qilib qo'ygan bo'ladi deydi. Даже anaqa logo dunyosida ham shunaqa bo'lib ketganda, o'sha o'ta original narsa topish qiyin, o'ta qiyin. Yaqinroq bo'lib qoladi baribir qaysidir bitta ideyaga. Siz o'zingiz original chiqqan, o'zingizdan mana hech kim nima qilmasdan, lekin shunaqa chiqib qoladi. Hamdaqada agar biznesingiz bilan bu chambarchas bog'liq bo'ladigan bo'lsa, men hech kim muhokama qilmayman. U yerda siz consumer emassiz-ku. U yerda siz anaqa berasiz, creatorsiz. U narsa xalaqit bermaydi, menimcha. Muammo consumer bo'lib qolishdi. Ya'ni siz iste'molchi bo'lib qolyapsiz u yerda. Shu xolos. Endi men bu narsani targ'ib ham qilmaganman. Prosta anaqa aytaman, bir narsadan voz kechmoqchi bo'lsangiz, muddat qo'ymasdan voz keching deyman xolos. Endi sizni voz kechishingiz mana zararga ishlaydi deyapsiz, o'zingiz bilib turibsiz zararga ishlashini. Bo'ldi, qilmang bu narsani. Ya'ni ishlatavering. Ya'ni men sizni hozir bu yoqqa kelib olib, hamma ijtimoiy tarmoqlardan chiqinglar, bo'lmasa ani xonani quplab qo'yaman demayman. Prosta bu individual. Mana kimdir shakardan voz kechmoqchi, prosta muddat qo'ymanglar, chunki mana 30 kun qo'yaman deysiz-ku. Muammo shundaki, mana bunaqa bo'ladi. 30 kun shakar yemaysiz. 31-kuni ozgina yeysiz. Ozgina. Instagramimda ham xuddi shunaqa, e'tibor bersanglar 30 kun voz kechib ko'ringlar yoki ijtimoiy tarmoqlardan. 31-kuni ya'ni 31-kuni bo'ladi. Unda Instagramga kirasizda, unda chiqib ketasiz. Keyin o'zingiz nima deb qo'yasiz? Ana zo'r odat. Mana nima qilmayapman o'sha, aytaylik iste'mol qilmayapman o'sha. Mana zo'r odat chiqarib oldim. Kuniga 5 minut o'tirsam yetar ekan deysiz. Ertasi kun 10 minut bo'ladi. 10 minut ish narsa. Keyin sekin 1 soatga o'tadi, 2 soatga o'tadi, keyin juda qisqa muddatda bir haftani ichida boyagi 1 oy oldingi holatingizga qaytib olasiz. Ya'ni esingizdan chiqmasin, semirish ham xuddi shunaqa narsa, bilasizmi, anaqa. Siz tezda ozib ketadi degan narsaga hammasi laxatron deyman, chunki haqiqatan laxatron. Qanaqa qilib deyman, odam 9 yil davomida semiradi-da. 9 yil davomida menimcha qorinni qo'yadi-da, u 2 oyda uni yo'qotib yuboradi. Odam o'ziga, yana menga 9 yil vaqt kerak. Shuni sekin yo'qotib yuboraman, shu narsani. Desagina haqiqatan to'g'ri anaqa maqsad qo'ygan bo'ladi. Xuddi shunaqa boyagi ijtimoiy tarmoqlarga o'rganib qolish ham, любой narsaga o'rganib qolish bor-ku, yillar vaqt oladi. U siz bittada shuni chakas o'rganib qolmaysiz. 1 chakas, 2 chakas, 3 chakas, 4, 5, 6, 7 sekin bir pochka chakadigan bo'lib qolasiz, 3 pochka chakadigan, mashqa. Bu birdaniga bo'lib qolmadi-ku, yillar davomida bo'ldi. Xuddi shunaqa sekin anaqa u ham ketadi. Unga vaqt kerak demoqchiman, ya'ni odat qancha shakllangan bo'lsa, undan yarimi bo'lishi mumkin voz kechishga, lekin 2 kunda yoki 3 kunda bo'ladigan narsaga ishonmayman. Shunga detoks qilayotgan bo'lsangiz, mega qiling. Ya'ni juda uzoq muddatga chiqib ketaman deysiz, bo'ldi, chiqib ketasiz, o'ylamaysiz. Lekin bunaqa videolar qo'ysangiz zo'r ketadi. 30 kunlik detoks qildim siz. 30 kun shakardan voz kechdim siz. Odamlarga yoqadi bu. Shunaqa. Masalan, 30 kun yugurdim, nima bo'ldidan ko'ra, menga masalan Azizbekni 733 kundan beri har kuni shug'ullanaman degan uslubi qiziqroq.
Tushunasizmi? U haqiqiy iroda talab qiladi bu narsa. 733 kundan beri har kuni shug'ullanish. Ozmi ko'pmi farqi yo'q. Shug'ullanish odamdan juda katta iroda talab qiladi. 30 kun odamdan juda katta iroda talab qilmaydi. Odam sal sabrli bo'lsa yetadi 30 kunga. O'tib ketadi. Chunki biladi 30 kundan keyin anaqa bir qator Instagramga kirib olishini yoki aytaylik shirinlik yeb ko'rishini. Ya'ni har yili maqsad qo'yayotgan paytimda mana shu 3 ta bo'yicha maqsad qo'yaman. Ya'ni birinchisi o'zim oldimdagi mas'uliyatim, majburiyatim. Masalan, bu jismoniy, ruhiy bo'ladigan bo'lsa, bitta qo'yaman doim. Jismoniy o'zimga bitta challenge qo'yaman, bir dona. Masalan, bu yil Ironman bo'lmoqchiman, Ironman bo'laman xudo xolasa, umr berib tursa. Ikkinchisi ruhiy, uni aytmayman. Ruhiy degani bu aqliy degani. Ya'ni o'zingizni masalan 10 ta kitob o'qish, 20 ta kitob o'qish, aytaylik ko'proq kulish, ko'proq boshqa oila bo'ladigan bo'lsa, masalan farzandli bo'lmoqchiman va hokazo. To'g'rimi? Jamiyat oldidagi bo'lsa, aytaylik bilmayman, nechtadir joyga borib leksiya o'qimoqchiman yoki qanaqadir video chiqarmoqchiman, shu yoshlarga foydali va hokazo. Bo'ldi. Hammasiga bittadan maqsad qo'ysangiz, yilingiz go'zal o'tadi. Maqsad qo'yish haqida qanaqa bo'ladi-ku, 1 soatlik podkast qilish shart emas. 3 ta mas'uliyatingiz bor. O'sha narsalarga bittadan nima qo'yasiz? Har yili qo'yib borsangiz, tasavvur qiling 10 yilda уже ancha-muncha narsa qilib qo'ygan bo'lasiz. Jismoniy ham ancha-muncha narsa qilib qo'ygan bo'lasiz. Aqliy ham ancha-muncha narsa qilib qo'ygan bo'lasiz. Aytaylik aqliga xohlagan narsangizni qo'yishingiz mumkin. Aytaylik bu yili 10 ta kitob o'qiyman yoki 5 ta dona kitob o'qiyman. Zo'r kitoblarni. Undan ikkitasi diniy bo'ladi, 3tasi dunyoviy bo'ladi va hokazo. Uni detallashib ketmaymiz. Ikkinchisi oilani oldidagi mas'uliyatingiz bor. Uylangan bo'lsangiz bu aytaylik farzandlaringiz, ayolingizni, yoki uylanmagan bo'lsangiz bu ota-onani oldidagi majburiyatingiz va hokazo. Masalan, onamni hajga olib boraman yoki bir narsa qilaman. U o'zingizni shaxsiy anaqangiz. Oxirisi jamiyat. Boyaginday ikkalasini qilasiz, jamiyatda oldida qanaqa majburiyatingiz bor? Ya'ni hech bo'lmasa foydali shaxs bo'lish. Qanaqadir narsani bir narsani yo'lga qo'yaman, jamiyatda qanaqadir bitta muammo bo'lsa, o'shani hal qilaman, bitta daraxt ekaman, bilmayman, musorni borib tozalab kelaman, qattigidir, qariyalar uyga borib farqi yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Mana shu 3 ta yo'nalishda bittadan maqsad qo'yib olasiz yilga. Tamam. Yil go'zal o'tadi. Bo'ldi. Mana shu maqsad qo'yish bo'yicha 5 daqiqalik. O'shanga anaqa maqsadinglardan hech kim ayirmasin. Maqsad qo'yishda davom etaveringlar. Uzun bo'lib ketgan bo'lsa uzr. Bemalol anaqa keyingi xudo xolasa biz ko'p ko'rishamiz deb o'ylayman. Millat umidining anaqa nimalari bilan, talabalari bilan. Rahmat. Sog' bo'linglar.